ixchamgina, yangi qurilgan, chiroyli xonadon bo'lsin degan mijozlarimizga ajoyib bir taklifda degan obzorga keldik. Shaharda yaxshi rayonlardan birida aeroport tarafda bo'lgan 3 sotikdan iborat bo'lgan yangi xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Shu yili qurib bitkazilgan, ko'rib turganingizdek 80% bitgan, tashqi fasodda o'zi qolgan xolos. Uyimiz umumiy 3 sotikdan iborat bo'lgan 4 ta katta xonadan iborat. Oshxonasi ichkarida, sanuzellari ichkarida. Ko'rib turganingizdek, joylashgan joyi ham juda ham zo'r. Xo'p, aeroportdan taxminan 400 metr, 500 metr uzoqlikda bo'lgan joyda. Mahalla tinch, gaz svet suvlari bor. Kirish eshiklari axtaromlar qilishgan. Uy barchasi ko'rib turganingizdek taxta pol qilib qo'yishgan. Polni xonalarimiz jidga bo'y. Gazdan umuman muammo yo'q inshaalloh. Xudo xolasa. Xo'p, bu kirganimizda to'g'rida bitta birinchi zalimiz 4 ga 8, juda ham katta zal, xudo xolasa. Chiroyli holatda taxminan 25-30 kishi inshaalloh bemalol mehmonlaringiz qilib olasiz inshaalloh. Xo'p, bu yer bo'lsa oshxona. Xohlagan insonlar xonasini o'rnini o'zgartirishaveradi. Kimga qanaqa holatda. Xo'p, oshxonasi ham katta, ko'rib turganingizdek, mana bitta burchakda joylashgan. Bu tarafda bemalol chiroyli holatda supa qilib, so'ri qilib qo'yib qo'yilsa, xo'p, bu yerga kattagina supa so'ri sig'adi. 6 kishi, 8 kishi bemalol o'tirsa bo'ladi yoki chiroyli mehki mebel qilib qo'yiladi, xudo xolasa. Xo'p, asosiy kirish eshigi o'zi bu tarafda. Mana asosiy eshik bu tarafda. Hop, ochib ko'rsatamiz. Hop, mana kirishimiz bu taraf o'zi. Hop, mana kirish eshigimiz. Chiroyli naveslar qilib qo'yishgan. Eshikda mashinaga bemalol bitta mashina chiroyli holatda sig'adi. Bu tarafda ham istashgan sal kengroq qilib, baqa chiroyli so'rilar qilib, naveslar qilib qo'ysalaringiz juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Bitta sklad hisobida alohida qilib qo'yishgan. Xo'p, kirganimizda bitta kattalar yotoqxonasi, xo'p, bu yerda kichiklar yotoqxonasi, bu yerda bitta yana spalnya. Umumiy aytib o'tganimizdek, 4 xona, bitta zal, 3 ta spalyadan iborat. To'g'risi sanuzel. Xo'p, bu yerda odamlar bor ekan, shunga kiramiz. Xo'p, bu yerda bitta shu xonasi chala qolgan. 3 xonasi bitgan. 3 xona bitgan, bitta shu xona chala holatda qolgan. Lekin patolog pollari bo'lgan. Bitta rang berib yuborish o'zi kifoya, xudo xolasa. Xo'p, bu yerimiz sanuzel. Xo'p, bu yer esa ko'rib turganingizdek kattagina spalnya. Xonalarimiz ham детский взрослый degan narsa yo'q. Xonalarimiz keng, bemalol maza holatda ko'rib turganingizdek foydalansa bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, eng asosiysi bahosi bugungi kunda xonadonimiz bahosi 46 ming AQSh dollarida so'rashyapti inshaalloh. Sunnatiga chiroyli holatda narxni kelishtirib beriladi inshaalloh. Qo'shimcha ma'lumotlar telefon orqali bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum.